bo'lgandan keyin menga aytdi uni. Mashina oldim, opa dedi keyin. Ha, dedim, молодецsin. Pira oldingmi dedim. Olaman dedi. Pira olmasang dedim. Dedim, sal buyoqqa qarab yur, piravani ol, keyin dedim mana qilasan dedim-da. Keyin hech narsa problem emas, xudo xolasa olaman deb yurdi. Men lekin borganimda eshitdim. Qarang, 130 tezlik bilan kelgan ekan. 130 tezlik bilan kelganida bilmayman, hayronman, mashina qanday shuna ketayotgan joyida ikkinchi polosidan aylanib kelib, yana shofyor taraf urilyapti. Ko'rdingizmi anaqani? Ko'rdim. Men hayron qoldim. Men u narsa to'g'risi men anaqani tushunmayman. Haydashdi, nima? Qizlardan eshitib qoldim, mani bosgan dedi, ruchnoyni tortgan dedi, bir narsalar qilgan dedi, shuning uchun da mashina ko'tarilib ketgan dedi, shu o'sha tezlikda dedi urilgan. Men o'sha u videoni ko'rganimda o't chiqib ketganini ko'rdim-da, o't. Keyin birov aytdi, o'sha yerda dedi, shu rolni ushab, mana shunaqa holatida o'sha yerda o'zida o'sha jon berib bo'ldi dedi. Jon berib bo'lgan ekan. Boshi dedi ezilib ketgan ekan. Juda qiyin ahvolda, xullas.